Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Hurmatli xo'jayinlar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Yaxshidan bo'ldingizlarmi? Ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Xizmat orqali 14 yillik ziyoratda, ibodatda bo'ldik. Ibodatlardan ko'ngillar to'ldimi? Ixlos Travel firmasi sizlarga ma'qul bo'ldimi? Albatta, juda ma'qul bo'ldi. Rahmat. Siz yo'lboshchilarga ham, sizlarga ham hammalaringizga rahmat. Hamma narsasidan biz xursandmiz. Yo'lda ham yaxshi keldik, ovqatlari ham, hamma sharoitlari yaxshi. Rahmat. Biz xursandmiz, baraka topinglar. Ixlos Travel'da tanlab adashmadik. Hammalariga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ixlos Travel'ga kattakon rahmat aytamiz. Aynan Ixlos Travel qaysi jihatlari sizlarga ma'qul keldi? Bizlarga mana sayohatlari yoqdi. Ziyoratlarga olib borishda boshliq bo'lganliklari yoqdi. Deyarli hamma narsasi bizga yoqdi. Rahmat. Bizdan kutyaptilar, gapiravering. Ayollar uchun. Ayollar uchun alohida mana yo'lboshchilik qilgani Solihaxonimiz shunday yaxshi bizlarni olib bordilar. Rahmat u kishiga. Juda ham yoqdi. Hamma joylarni ko'rsatib, payg'ambarimizning ravzalariga borib ko'rsatganlari, Makkalarda bizlarni birga aylanganliklari hammasini biz xursand bo'ldik. Rahmat. Ziyoratlari qabul bo'lsa har bir kishini shukrlarga yetkazganiga shukr. Ilohim, Soliha qizimizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Ilohim.